29-qism. Qadrdonlar, bu safar men videoni turli suratlar, grafika va maxsus effektlar bilan to'ldirmaslikka ongli ravishda qaror qildim. Sizni chalg'ituvchi vizual shovqinlardan asramoqchiman. Ko'zlaringiz bilan tomosha qilib chalg'ishingizni emas, balki butun e'tiboringizni mening ovozimga va nutqimga qaratishingizni xohlaganim uchun. Chunki aytadigan gaplarimni qalb bilan tinglashingizni istayman. Ko'zlaringizni kerak bo'lsa yumib oling va albatta diqqat bilan quloq tuting. Bu bilimlar hayotingizni butunlay o'zgartirib yuborishiga aminman. Agarda ushbu gaplarimni ma'nosini sokinlikda mag'zini chaqolsangiz. Ko'pchiligingiz hozir hayron bo'lib, o'z-o'zingizga ham savol berayotgandirsiz. Balkim nimalar bo'lyapti? Chingiza xonanda, psixolog, huquqshunos, kitoblar va astrologik platformalar muallifi bo'lsa, yillar davomida bizga yulduzlar harakati, burjlar, sayyoralarni tushuntirib, taqdirimizni tahlil qilishga yordam berib yurgan astronom, astrolog bo'lsa-yu, nega to'satdan hayvonlar haqida gapirishni boshlab qoldi deya. Azizlar, sizga buni juda aniq va ravshan tushuntirib o'tmoqchiman. Hayvonot olami bizning taqdirimiz bilan juda zich va mistik tarzda bog'langan. Kosmik yulduzlar inson psixologiyasi va hayvonlarning joni bu bir butun tizimdir. Har birimizning ichimizda ma'lum bir hayvoniy energiya, totem uxlab yotibdi va u hayotimizga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qiladi. Bu totemlar, burjlar va ularning taqdirimizga ta'siri haqida keyinroq suhbatlashamiz. Bugun esa biz insoniy nafsning niqobini yirtishda davom etamiz. Chunki odamzod bu sayyoradagi qariyb 90% jonzotning hayotini do'zaxga aylantirib bo'lgan. Va bugungi qahramonimiz yaratuvchi tomonidan bizga jonli ko'zgu qilib yaratilgan jonzot. Bu maymun. Ko'plab odamlar Charles Darwinning evolyutsiya nazariyasiga ko'r-ko'rona ishonib, inson maymundan tarqalgan deb o'ylashadi. Asrlar davomida bizga shu soxta mantiqni uqtirib, haqiqatni teskari qilib ko'rsatishdi. Ammo keling, muqaddas Qur'oni Karimni ochib, Alloh nima deganiga nazar solaylik. Yaratuvchi butunlay boshqa narsani aytgan. Qur'onda aytaylik Moida surasi 60-oyat, shuningdek Baqara va Arof suralarida Alloh taolo ogohlantiradiki, o'z gunohlari, nafsi va yaratuvchiga bo'ysunmagani sababli insoniylikni yo'qotgan kimsalar jazo sifatida xo'rlangan maymunlarga aylantirilgan. Tushunyapsizmi? Maymun insonga aylangani yo'q, balki o'z qalbiga xiyonat qilib, hayvoniy instinktlar darajasiga tushib ketgan inson maymun darajasiga tushib degradatsiya bo'ladi. Yaratuvchi ularni yuksak intellekt va murakkab psixologiya bilan yaratgan. Maymunlar sevishni, farzandlarini yillab tarbiyalashni va bilim uzatishni bilishadi. Ularning vazifasi insonga o'z ilohiy qiyofasini yo'qotmaslik va rahm-shafqatni saqlab qolish nechog'li muhimligini eslatib turishdir. Ammo inson o'zining bu jonli ko'zgusiga qanday minnatdorchilik bildirmoqda? Odamlar maymunlarni eng shafqatsiz usullar bilan azoblashadi. Dunyo bo'ylab millionlab bu aqlli jonzotlar tibbiy laboratoriyalarga qamalgan. Insonning chiroyi va nafsi uchun chiqariladigan zaharli kosmetika va kimyoviy vositalar ularning ustida sinaladi. Ularni temir kursilarga zanjirlab, dahshatli azoblarda o'ldirishadi. Sirklarda esa pul topish uchun ularni orqa fonda ayovsiz kaltaklab, masxaraboz holatiga olib kelishadi. Inson o'ziga juda o'xshash bo'lgan jonni qiynash orqali o'z ma'naviyatining ko'rligini isbotlamoqda va pastga qulashda davom etmoqda. Maymun bu tabiat idrokchisi, ijtimoiy rishta va bizning ko'zgumizdir. Keling, qalbimizni ochaylik, bu iste'molchilik vahshiyligini to'xtataylik va insonning asl kuchi azoblashda emas, himoya qilishda ekanini yodda tutaylik. Dunyo xayollarda, lekin osmon haqiqati ochildi. Astro platforma Chengiza.com Haqiqat maskani shu yerda. 13 ta burj, haqiqiy osmon o'lchami. O'zingni tani, to'g'ri qadam tashla. Taqdiring bilan do'stlash. Astro platforma Chengiza, bu yo'lda senga madadkor. To'g'ri qadam tashla. Uyg'on va o'zligingni angla.